Doniyor aka, qo'ylar zo'rin akaga siz obunachilarimiz xudo xohlasa kanalni yangi akalar. Yangi ko'rib turiblar. Patron bosib o'tib ketdilar. To'qli qo'y deysizlarmi, bo'g'osi qo'ymi? Hammasi o'ta chiroyli qo'ylar. Toza gisorlar chiqadi. Boshda like bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlarni bildirib ketinglar. Faqat narx sindirib beramiz. Zo'rlardan keldimi? Zo'rlardan kelib qo'ylarni bir qator ko'rsating. Eng zo'rlar. Assalomu alaykum obunachilar. Manzil Namangan tuman Tepaqiron qishlog'idamiz obunachilar. Shu arzonchilar va o'ftimchilar qishlog'ida Qodir aka ukamiz xonadonlari kelganmiz. Qo'ylar haqiqiy zo'rlaridan kelibman Qodir aka ukamizga. Obunachilar dumboshlar tikka ayri dumba haqiqiy sipakchalaridan kelibdi. Haqiqiy maqtashga arzigulilar kelibdi, maşallah. Eng zo'rlarni terib kelganmiz Doniyor aka. Narxlari ham silkillab qo'yib beramiz. Narxi ham yaxshi bular. Bundan zo'rlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Ikkinchi partiyadan undan klass qo'ylar bor. Hojaga like bosib qo'ysangiz bo'ldi, narxi sinaveradi. Qo'ylar xudo xohlasa hammasi to'qli variantda. Chiqarmagan hali. Brekda xudo xohlasa hammasi qo'chqorda yurgan qo'ylar. Uy oltirib qo'ymaydigan darajada yelinlari ham bilib turyapti. Chiroyli qo'ylarni obzor qilib bersangiz, xudo xohlasa narxni zo'r qilib qo'yib beradi. Obunachilar haqiqiy badallari ham yaxshi, dumboshlar tikka. Bitta qo'ra yurgan ekan bularmi jala? Hammasi bir qo'ra. Toza kashtallardan boqaman degan aka ukalarimiz ham keldi. Ikki dona sorisi ham boshliga arashani. Ikkita arashani bor. Ikkita arashani. Oq yuzli haqiqiy. Mana haqiqiy zo'rlardan boqaman degan aka ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar, like bosib, otanga rahmatli qo'llab-quvvatlab tursalar, bundan ham zo'rlarni akirishga harakat qilib qodiralik bilan akalar. Bu jonivorlar haqiqiy maqtashga arzigulilar ko'paygan ichida jonivorlar. Mana jonivorlar qara. Toza kashtallar. Haqiqiy maza qilib boqaman degan hoji tog'alarimizga kelibdi mana. Akalar ko'ringlar jonivorlarni. Yuzlari ham toza, marashani haqiqiy toza ekan mana shunisi. Toza gisorilar bular. Ko'ryapsiz, yuzlari ham oq yuz. Ketumda. Dumbasi ham haqiqiy. Olib qo'ygan narxlari yo'q qo'ylar. Badani ham zo'r. Borganda ham amaliyot bo'lib olishaveradi qo'ylar. Bitta like bosib, otangga rahmatli qo'llab tursan, xudo xolasa, bundan ham zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz akalar mana. Obuna bo'lib, like bosib, otangga rahmatli qo'llab tursan, haqiqiy qo'ylarni zo'rlaridan ketdi mana akalar. Bularni Yulishimiz qochqani qanaqa ekan bular? Narx. Bular endi Qo'chqorda yurgan deyapsiz. Hozir Qo'chqorda yurgan. Ushab qolgan. Endi brekda chiqib qolmasa, xudo xolasa, qo'ylar zo'r. Uy oltirib qo'ymaydigan darajada. Narxni silkillatib 4,5 42 emas. 4 milliondan bersa bir joyga ketaveradi aka. 4 millionmi? Hayriga o'tib beradigan joyi bormi? Ozmoz o'tib beramiz hayriga. Oldi mana akalar hayriga ham o'tib berilar ekan, xudo xolasa, qo'ylar haqiqiy sipatchilarda maqomon degan aka ukalarimizga zo'rlardan ketdi haqiqiy. Bittadan cho'ydi damlab ichib tomosha qiladigan variantlarda ketdi haqiqiy. O qora qamab qo'ysangiz ham ko'rib tomosha qilib maza qiladigan variantda bular. Yemishini ko'rib ham kisir qilib miya o'z dam olaveradi. O'ynaga. Asabga bir xil ular massaj oladigan boshqa narsa qilyapti. Qur'on oldiga borib soldi, asab charchalar chiqaveradi. Maza qilishyapti bu qo'ylarni ko'rib haqiqiy. Ammo o'zingizda ham kegan namoz ko'zingiz quvnayotganda bu qo'ylarni qodiradi. Bu o'zim turishlarni ham qarang, yuzlari ham yaltillayotgan qo'ylar. Uni endi ming maqtovamni xayri bor deyapsiz-da bularni. Xayrimi? Biz obunachilarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab telefon qilsa qanchadan qilib beramiz? Mayda juda qilmayman. 50 ming, 20 ming emas, 100 ming, 3 million 900 mingdan bir joyga olsa ketaveradi. 3 million 900 ming. Ozmoz puli so'radi. Akalar haqiqiy maqtashga arziguli ekan. Bular soni nechta? Soni bular 9 dona. 9 dona. Mayda o'ta qismini ham qo'yib mana qarang. Haqiqiy maqtashga arziguli olib pakisdan ekan bu. Oyog'ida bu oyoqlar qarang. Vaqosi bittalik kamchilik, nuqsoni yo'q qo'ylar. Endi qo'ra oborishadi. Yemashani berishsa bo'ldi qo'ylar. Qo'l buni narxida keladi-ku. 3 million 900 ming narx beryapti. 3 million 900 emas buni. Yengil olaman deyshadi 3 million 600 dan. Unaqa puldan kim beradi? Menga ham kerak ekan unaqa puldan. Endi bu kanalda yangisiz. Narxini bomba qilib chiqarib berasiz-da. Bunaqa bo'lsa 3 million 800 ming chiqarib beraman. Yengil. Bir joyga bo'lsa, bitta ikkita bo'lsa, ikkita plus minusi bor. Yo'qmi o'tverani joyi boshqa? Yo'q. 3 million 800 ming bir joyga tik ketaveradi. Men ham bitta so'rayman. Endi obunachilar tomon bo'laman-da. Yo'q, buni bo'lishamiz. Realni olgan telefon qilishadi, bir joyga ketdi. 37,5 bo'ladimi? Yo'q, 37 da. 36 dan 37 dan bir joyga mana. 9 tani oldim deysa bo'ldi. Keyin safar YouTube'ga chiqib turay. Bu bitta ikkita qolgani nima bo'ladi? Bitta ikkita plus minus bo'ladi. Kalla olsa. Ha, kalla olsa, hozirga plus minus bo'ladi. Lekin o 400 ta qo'ylarimiz ham bor.
Haqiqiy 4 million üstünden qo'ylar bor ekan haqiqiy. Mana buni olapak turibdi. Haqiqiy. Doniyor aka qarang, maydalashmaylik. Bo'ldi mana. 750 ming nima? Yo 3 million 700 dan ketdi. Iya. Bir safar hop Birinchi do'rinchi yiga olsa 3 million 700 ming tanlab olamiz desa, ozmas plus minus olar, ichida 5-6 tovoq qo'yamiz. Bor aka. Barakani bersin. O'sha gap, laytni bosib, otangga rahmatni qo'llab-quvvatlab telefon qilasizlar. 3 million 700 dan mana ko'ndirdik bu bola qilib bulanchilar mana. Ikkinchi partiyalarimizni ochib ko'ramizmi endi? Ikkinchi partiyalar ketdi, zo'rlar chiqadi. Bo'ldi obunachilar. Qo'llab-quvvatlab turasiz, ikkinchi partiyalarimizni ochib chiqamiz.